Sudsiz bilinchik ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin bunaqasini aniq ko'rmagansiz. Yosh-u qarini organizm uchun koni foyda mahsulotlardan bilinchik. Idishimizga tuxum chaqib, soda va tuz solib bir xil massa qilib olamiz. Ketidan qaynoqini suvimizni quyib, tuxum pishib qolmasligi uchun yaxshilab aralashtiramiz. Massa quyuqroq holatiga kelish uchun men Asmir brendining yashil grechkali bez gluten unlaridan foydalandim. Bilinchik yana ham foydali bo'lishi uchun o'simlik yog'ini o'rniga Asmir brendining chesnok va rozmarinli GX yog'idan bir qoshiq qo'shdim. Yashil grechka unidan tayyorlangan bez gluten un yurak sog'lig'iga juda ham foydali. Oqsilga, antioksidantlarga, vitamin va minerallarga juda ham boy. GX yog'i esa hazmni yaxshilaydi. Miya va asab tizimi, yurak sog'lig'i, soch, ko'z, teri uchun juda ham foydali. Asmir brendining barcha mahsulotlari gipoallergen mahsulotlar bo'lib, sog'lom turmush tarzida allergiyaga moyilligi bor insonlar ham, allergiyasi yo'q insonlar ham iste'mol qilishi mumkin. Belgilab qo'ygan profilim orqali 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi.